Ziya Samadi, Sharq Turkiston Cumhuriyetining generali, 20-asr Uyg'ur adabiyotining oldingi qatordagi namoyandalaridan biri. Uyg'ur tarixiy romanchiligining asoschilarining biri. Yozuvchi Ziya Samadi. 1914-yili hozirgi Qozog'iston tavasidagi Yarkentning Xunxay yezisida dunyoga kelgan. U boshlang'ich va o'rta maktabni Qozog'istonda o'qigan. 1930-yili oilasi bilan birlikda Sharq Turkistonga ko'chib kelib, G'ulji shahriga yerlashgan. Ziya Samadi kichikidan tortibla aqlliq va hushyor bo'lg'achqa Sovet ittifoqi va millatchi Xitoy, ya'ni Gomindangdek mustamlikchilarning davrida xo'rliq, etib tugatkisiz azob uqubatlarni yurkining cho'nqur qatlamlarida his qilib, milliy g'ururi texmi kuchayib, o'zida tajovuzchi Xitoylarga cheksiz o'chmanlik iddiasini yetildirgan. Uning G'uljiga ko'chib kelgan yillari Sharq Turkistonda Xitoyning zulmi chekiga yetgan zulmatlik yillar edi. Ziya Samadi yeshining cho'ng'ayishiga ergishib, xalqni oldi bilan qalam kuchi orqali uyg'otishga tirishidi. Shuning bilan u uzunga barmayla Jallod Shinsey, ya'ni 1897dan 1970 hukumatining ko'ziga petishga boshlaydi. Ziya Samadi 1937-yili Shinseyning saqchilari tarafidan tutqun qilinib, toki 1944-yilgacha 7 yil Xitoyning qorong'u turmasida yotadi. U turmadan chiqib, ancha uzun vaqt o'tmay, G'uljining Nilqi noyisidan boshlab mustamlikchi Xitoyga qarshi qo'zg'alon portlaydi. Ziya Samadi bu qo'zg'alonga aktiv ishtirok qilib, qo'lidan kelishicha xizmat qiladi. G'uljida boshlangan bu inqilob qisqa vaqt ichida g'alaba qilib, 1944-yili 11-oyning 12-kuni Elixon To'ram rahbarligida Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilib, G'ulji shahri Cumhuriyetning poytaxti deb e'lon qilinadi. Ziya Samadi ishlagan xizmatlari va ko'rsatgan botirliklarining natijasida qisqa vaqt ichida oddiy askarlikdan albay rutbasiga o'stirildi. Bir mezgildan keyin Cumhuriyetning qurolliq saqchi qismining bosh mudirligiga tayinlanadi. U Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining yuqori qatlamlarida xizmat qilgan muhim rahbarlardan biridir. Ziya Samadi Ahmadjon Qosim, ya'ni 1914dan 1949 ning yaqin do'stlaridan biri edi. 1945-yili Stalin arıga tushib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatini urush to'xtatib, millatchi Xitoy hukumati, ya'ni Gomindang bilan sulh tuzashga qistigandan keyin Sharq Turkiston Cumhuriyeti amalsiz qoladi. Shuning bilan Sharq Turkiston hukumati Xitoylar bilan suhbat elib berishga mas'ul qilib bir guruh qurib chiqadi. Bu guruhga Ziya Samadi tanlanadi. 1946-yili Ahmadjon Qosim boshliq Sharq Turkiston hukumati Xitoy bilan 11 moddalik bitim imzolagandan keyin u Ahmadjon Qosim qatorliq rahbarlar bilan Urumchiga berib birlikda xizmat qiladi. Millatchi Xitoyning davlat boshlig'i Jang Jeshi, ya'ni 1887dan 1975 Ahmadjon Qosimni Nanjingga taklif qilganda, u Ahmadjon Qosim bilan Nanjingga birga borgan hamrohlari ichida yer oladi. 1949-yili Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sovet ittifoqining yordami bilan kommunist Xitoylar tarafidan ishg'ol qilinadi. 1955-yili tajovuzchi kommunist Xitoy hukumati Sharq Turkistonga atalmish, ya'ni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb ism qo'ydi. Ziya Samadi 1952-yildan 1958-yilgacha atalmish Xinjiang o'lkasi va atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik madaniyat nazoratining naziri, avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining raisi, Yozuvchilar jamiyati avtonom rayonlik sho'basining raisi, Madaniyat nazorati va adabiyot san'atchilar birlashmasi yenidagi partiya guruhsi sho'basining sekretari qatorliq ko'plagan muhim vazifalarni o'taydi. Ziya Samadi vijdonliq, maydoni aniq, haqiqiy vatanparvar bir kishi edi. U tajovuzchi Xitoyning Sharq Turkistondagi hokimiyatini qat'iy e'tirof qilmaydi. Shundaqla bergan har xil amal mansablarga faqatla aldinib qolmaydi.
u ana vatanini Xitoy mustamlikasidan qutqizish uchun tirishchanlik ko'rsatdi. Ziya Samadi ayni vaqtda İbrahim Turdi, ya'ni atalmış Abdunum rayonluq xalq ishlari nazoratining noziri, Yozuvchilar jamiyati Abdunum rayonluq sho'bisi raisining o'rin basari, Xalq ishlar nazorati yenidagi partiya guruhi sho'bisining sekretari Abdurim Aysa, atalmış Abdunum rayonluq partiya guruhining kandidat a'zosi, Eli Qazaq Abdunum oblasti boshlig'ining o'rinbosari qatorliq nihoyat qimmatlik vatanparvar zotlar bilan birlikda o'zlarining imtiyozlaridan foydalanib qo'lidan kelishicha Xitoylarga qarshi kurash qiladi. U Xitoynimi, Sovet ittifoqinimi bir-biridan farqsiz o'xshashlar dushman deb qaraydi. 1957-yili 5-oyda Ziya Samadi, İbrahim Turdi, Abdurim Aysa qatorliq sabdoshlar Ziya Samadining uyiga yig'ilib, qanday qilganda Xitoylarni Sharq Turkistondan qo'g'lab chiqarib, Sharq Turkiston Jumhuriyatining mustaqilligini asliga keltira olamiz degan temada maxsus muzokara elib borgan. Ziya Samadi maxsus uyushtirgan yig'inlarda so'z qilib, Lenin millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor degan. Uyg'ur xalqimi o'z taqdirini o'zlari belgilash kerak. Sharq Turkiston Jumhuriyati mustaqil davlat bo'lishi kerak. Milliy territoriyalik avtonomiya degan ularni parchalab idora qilish deganlik. Agar bizning sonimiz 5000 ga yetsila, davlatimizning mustaqillik asosini tiklay olamiz degan. Abdurim Aysa haj qilish uchun Saudiya Arabistonga berib kelishida Turkiyada muhojirat yashayotgan Isa Yusuf olib tekin, ya'ni 1901dan 1995 va Polat Qodiriy qatorliq Xitoyni qattiq bearam qilayotgan kishilar bilan maxfiy ko'rishgan. U qaytib kelgandan keyin demokratik davlatlarning ortiqchiliklari, mustaqil davlat bo'lishning alohidligi va afzalliklarini so'zlab, Sharq Turkiston xalqini tajovuzchi Xitoyga qarshi kurash qilishga rag'batlantirgan. U yana Xitoyning milliy territoriyalik avtonomiya siyosatini xato va saxta, Şinjangda Abdunum rayon, Abdunum oblast, Abdunum nahiyalarining qurilganligi bilan qurilmaganligining hech qanday farqi yo'q. Asosiy qonunda millatlarning barobarligi belgilangan bo'lsa-mu, ammo hozirgi siyosiy, iqtisodiy va madaniyat jihatlarda texi huquqda barobar bo'lgani yo'q. Shuningdek, ochqish kimning qo'lida ekanligiga qarash kerak. Milliy kadrlarda xizmat bor, ammo huquq yo'q. Barliq avtonom rayonlar, shundaqla harbiy qismlar va partiya komiteti o'rinlari milliylashtirilsin. Xitoylar kundan kunga ko'payyotdi. Bu Sharq Turkiston uchun bakmi xatarlik ahvol. Chunki Xitoyning g'arzi yomon, niyati boshqa. Bizni tuyuqsizla yutib o'tmoqchi bo'lyotdi. Sagak turishimiz kerak va jiddiy chora tadbir ko'rishimiz lozim deb Uyg'ur xalqini jiddiy ogohlantirgan. Xitoy Kommunistik partiyasi Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonluq komitetining organ jurnali bo'lgan, ya'ni Algı jurnalining 1958-yillik 5-sondagi, ya'ni yerlik millatchi Ziya Samadiylarning blogi, ya'ni guruhi tarmar qilindi degan mavzuda Ziya Samadiylarning ustidan, ya'ni partiyaga qarshi bu guruh mustaqillik, vatandan ayrilish va partiya rahbarligini og'dirish uchun jar silib, hamma jihatlarda va hamma narsalarda partiyaga intayin g'aljirlik bilan hujum qildi va partiyani haqorat qildi. Ular partiya baloyu ofat, partiya cho'ng millatlarning osonliq millatlarni aldaydigan narsasi, partiyaga kirish eg'izini choplavatganga o'xshash, partiya intizomiy kishining put-qo'lini tushab qo'ydi degan. Ular partiya eg'izida demokratiya desimi amaliyotda qaloq, passiv, o'ngchi, so'lchi, burjuaziya, sinipi yat unsur, jahongirlarning josusi deganga o'xshash 40-50 xil qalpoq kiygizib, dunyoni kontrol qilib, xalqni qo'rqitdi degan. Ular yana Abdunum rayonluq xalq komitetining a'zolari tarkibida Xitoylarningmi bo'lib, mamlakatlik xalq qurultiyi vakiliga saylanishini, ya'ni Uyg'urlarga qilingan haqorat deyishgan. Ular yana kommunistik partiya qarshi turadigan narsa yo'q. Yer islohotida pomchiklarga qarshi turdi.
o'zgartish degan nom bilan kapitalistlarga qarshi turdi. Hozir yana o'ngchilarga qarshi turmoqda degan. Partiya va xalqning bu asiylari avtonom rayonimizdagi rahbariy yo'ldoshlarni qattiq haqoratladi. Hatto ulug' doimiz Mao Zedong, ya'ni 1893 dan 1976 bilan partiya markaziy komitetidagi rahbariy yo'ldoshlarga ochiqdan ochiq haqorat qildi. Ziya Samadi, ya'ni temir yo'l bitsa, u bizga baloyo afat elib keladi dedi. Ular markazning avtonom rayonimizning sanoat qurilishiga bergan yordamini, ya'ni markaz Shinjongni ekspluatatsiya qilyotidi deb haqorat qildi deb yozgan. Ziya Samadi İbrahim Turdi bilan mas qalamda harakat qilgan. U cho'ng kichik so'rinlarda avtonomiyani oshkora holda masxara qilgan. Ziya Samadi bir tengsizlik formulasini kashf qilgan bo'lib, bu formulada 1'de 3, 3'te 6 idi. Bu formulaning ko'rsatib berishicha, bir Xitoyning kirimi 3 qozoqning, 6 Uyg'urning kirimiga teng edi. Ziya Samadi 1958-yili Xitoy hokimiyatining zaharxandalik bilan o'ylab topgan, ya'ni sayrab echilish, stil tuzitish harakatlarida tutqun qilinib 2 yil turmada yotadi. U bu asoratdan qutulgandan keyin vatanida yashashga amalsiz qilib 1961-yili Sovet ittifoqiga chiqib, hozirgi Qozog'istonning Almaty shahrida o'ltiraqlashdi. 20-asrning birinchi yarmida Uyg'ur hozirgi zamon adabiyoti ikki yo'nalish bo'yicha maydonga kelgan va rivojlangan bo'lib, uning biri Uyg'urlarning ana vatanini Sharq Turkistonda bo'lsa, yana biri O'rta Osiyo jumhuriyatlarida edi. 20-asrning 30-yillarida Sharq Turkistonda Abduxoliq Uyg'ur, ya'ni 1901 dan 1933, Mamteli Tavfiq, ya'ni 1901 dan 1937, Qutlug' Hoji Shavqi, ya'ni 1876 dan 1937 qatorliq o'nligan namoyandalar muhim salmoqni egallagan bo'lsa, ya'ni 1944-yillardan keyin Lutfulla Mutallib, ya'ni 1922 dan 1945, Nimshihid, ya'ni 1906 dan 1972, Abdurahim O'tkir, ya'ni 1923 dan 1995, Zunun Qadiri, ya'ni 1911 dan 1989 qatorliq o'nligan namoyandalarni misol qilish mumkin. 1950 dan 1960-yillar orasida Sharq Turkistondan ko'chib chiqqan Ziya Samadi boshliq yuzlagan general, adib, shoir, san'atkorlar Sovet ittifoqidagi Uyg'ur adabiyoti va madaniyatida gullanish manzarasini shakllantirishda muhim rol o'ynagan. Ziya Samadi 1965-yili tunji yirik asri, ya'ni 19-asrning oldingi yarmida Ili vodisida manchang tajovuzchilarga qarshi kurashga otlanib, dushmanga tiz bukmay hayotidan ayrilgan Batur Uyg'ur qizi Maymixonni asosiy qahramon qilgan tarixiy romani, ya'ni Maymixonni yezish bilan Uyg'ur tarixiy romanchiligining muqaddimasini ochdi. U arqidinla yana Uyg'ur xalqining 20-asrning 30-yillarida elib borgan dog'duquluq ozodlik kurashlarini aks ettirishga tutish qilib, ya'ni Yillar siri nomli 4 tomliq romanning birinchi kitobini, 1967-yili ikkinchi kitobini, 1971-yili 3 va 4 kitoblarini 1989-yili yezib, Qozog'iston yozg'uchi nashriyati tarafidan nashr qilishga muvaffaq bo'ldi. Yozg'uchi, ya'ni Yillar siri ning birinchi, ikkinchi kitoblarida Xo'janiyaz Hojim, ya'ni 1889 dan 1938 boshchiligidagi Qumul xalqining qo'zg'aloni va bu qo'zg'alonning kengayib Sharq Turkistondagi Jinshurin, ya'ni 1879 dan 1941 hukumatini og'dirganligini bayon qiladi. Ya'ni Yillar siri romanining 3-kitobi 2 qismdan tarkib topgan bo'lib, birinchi qism 8 bobdan, ikkinchi qism 10 bobdan tuzilgan. 3-kitobning birinchi qismida 1934-yili Shinsay, ya'ni 1897 dan 1970,
Sovet İttifaqının yardımı bilan Sharq Turkistonda öz hokimiyatini tiklagandan keyin elib bargan bir qator siyosiy tadbirlari, onun şpiyonluq aparatlarini qurib, bu xil razil vositalar bilan qo'zg'olonchilarni parchalaganligi, ya'ni olti buyuk siyosat degandek yolg'on shuarlar bilan josuslik vositalarini birlashtirib, har millat xalqi, jumladan rahbariy shaxslar va ilg'or ziyolilarni nazorat qilganligi haqida to'xtaladi. Xo'janiyaz hojimning Shinsey bilan kelishim tuzib, atalmış yeni hukumatga muavin rais bo'lganiga nisbatan gumoniy ko'z bilan qarab, Shinseyning Uyg'ur xalqiga bergan va'dalarga hech ishonmaydi. Aksicha, buni bir yeni quvluq, shumluq va fojianing boshlanishi deb faraz qiladi. Ya'ni Yillar siri nomli romanining 3-kitobining 2-bobida Sharq Turkistonning siyosiy sahnasidagi bir-biriga nisbatan abadiy yarashtirib bo'lg'ili bo'lmaydigan nihoyatda muhim ikki shaxs Xonxo'r Shinsey bilan, ya'ni Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining barpo qilguvchisi Sobit Damollam, ya'ni 1883 dan 1941 o'ttirisidagi bir maydon keskin munozara haqida to'xtaladi. Ziya Samadi bu ikki raqibning suhbatining oxirgi qismlarida Shinseyning qattiq vositadan yumshoq vositaga o'tish taktikasini qo'llanganligi haqida mundaq yozadi. Shinsey da oxunni Shinjong bo'yicha qo'zg'olon qilib tayinlasak, biz bilan hamkorlashib ishlashga tavaqandaq. Sobit Damollam javob qaytarishga oldirmadi. Sobit Damollamning oldida haqiqatan ikki yo'l bo'lib, biri o'z maqsad, nishoni va g'oyasiga xoinlik qilib, dushmani Shinsey bilan hamkorlashish. Yana biri uningga tiz bukmay, o'z qasmiy va vijdoniy yo'lida Shinsey tarafidan o'ltirilish. Shinsey javob kutaman, Daaxun. Sobit Damollam: "Men boqiy dunyoning taraddudini qilayotgan bandaman. Tarixiy ma'lumotlar isbotladiki, Shinsey hokimiyatini mustahkamlab olgandan keyin o'zi bilan hamkorlashgan Xo'janiyaz hojim qatorliq Uyg'ur va boshqa millatlarning atoqli kishilarini o'z ichiga olgan bir qancha yuz ming odamni o'ldirdi." Ziya Samadining Qozog'istondagi hayoti intayin ma'nilik va unumlik o'tadi. U bu jarayonda Xitoy zindonlarida, jiddiy minutlarda, zulmdan zuval, Ili daryosi qirg'oqlarida 1995-yili Ahmadjon Qosim, ya'ni 3-qism, Qonliq dog', G'erib sanam, Suyumlik ona, G'eni Batur, Bir tal tamaka va O'riklar pishqanda qatorliq nihoyatda muhim tarixiy roman va asarlarni yozadi. Uning Ili daryosi qirg'oqlarida, Qonliq dog' va G'erib sanam romanlari ssenariyalashtirilib, kino qilib ishlanadi. U yana Bo'yni kesik bosh ismli bir sahna asari yozgan. Ziya Samadi 1960-yillardan boshlab Xitoy bilan Sovet ittifoqining munosabati buzilgandan keyin Sovet ittifoqining yordami bilan Qozog'iston qatorliq O'rta Osiyo jumhuriyatlarida qurilgan, ya'ni Turkiston Jumhuriyatlari ismli Sharq Turkistonni mustaqil qilish harakatining muhim rahbarlaridan birisi bo'ladi. U yana shu o'zi faqatla ishonmaydigan Sovet ittifoqining yordami bilan Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun qattiq izlangan. Osiyodagi bir qancha davlatlarga takror borgan. Turkiyada Isa Yusuf Aliptekin, ya'ni 1901 dan 1995 bilan Hindistonda Dalai Lama qatorliq bir qancha siyosiy rahbarlar bilan ko'rishgan. Ziya Samadi 1970-yillarda Qozog'iston xalq san'atchisi va yozuvchisi degan unvonga erishgan. 1980-yillari Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqi mukofoti bilan mukofotlangan. U 1992-yili Istanbulda o'tkazilgan, ya'ni Sharq Turkiston Milliy qurultayiga qatnashgan bo'lib, qurultayda maxsus so'z bilan va o'zining fikrini bildirgan. Ziya Samadi Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumatida muhim xizmatlarni o'tkazgan. Buningdan boshqa Ahmadjon Qosim qatorliq davlat rahbarlari bilan yaqin munosabatdagi kishi bo'lib, Sharq Turkiston Jumhuriyatiga munosabatlik muhim siyosiy voqea va davlat rahbarlarining shaxsiyatiga oid nurg'un sirlarni biladigan bir guvohchidir.
u adabiy, siyosiy va askariy kishi bo'lsa-mu, bir muhim shaxs ekanligini ko'rsatadi. Sharq Turkiston Jumhuriyatining generali, 20-asr Uyg'ur adabiyotining oldingi qatordagi namoyandalaridan biri. Uyg'ur tarixiy romanchiligining asoschilarining biri. Mərhum Ziya Səmədi 2000-yili 11-ayının 20 günü 86 yaşında Almatada vafot bolğan. 2014-yili 12-ayının 5 günü Türkiyədəki, yəni Xalqara Türk Mədəniyyəti Təşkilatı Ziya Səmədi'nin tuğulğanlığının 100 yıllık münasibeti bilen Ankara, Nida ve İstanbul'da, yani Ziya Səmədi'ni xatırlaş faaliyeti ötküzgen. Bu faaliyetke Qazaqstanның Ankara'da turuşluq elçixanasının baş katibi qatarlıq köplеген doktor, professor, siyasetçi adibler bilen birge onun oğlu Rıza Səmədi bilen kızı Beliqi Səmədi mo qatnaşqan. 2014-yili 23 aprel günü Yarkent şəhərinin Mədəniyyət Uyida Ziya Səmədi'nin 100 yıllık təvəllüdüge bağışlanğan çoğ təntənilik xatırə yığını ötküzülgen. Bu yığınğa Yarkent Guma, Tarlıq Texnikалық Məktəbinin ustazi Hakimcan Həmrayev, Panfilov naisi hakimi Böltürüf Jaqipov, Ziya Səmədi'nin oğlu jurnalist Rıza Səmədi, Yolqun Səmədi, Beliqi Səmədi qatarlıq köp sandaki kişiler qatnaşqan.